Assalomu alaykum do'stlar. O'sha siz kutgan va kutmagan samimiy bugun. Men bitta joyda tura olmayman. Minecraft o'ynasam, bu menga odat bo'lib qolgan. Mana shu joy nitoda. Mayli. Hamdan chiqsa bo'ladi, kim bilardi? Yo'q, chiqsa bo'lmaskan. Ishqilib do'stlar, bugungi maqsadimiz uy qurish. Chiroyligina. Hali chiroyli bo'lsa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham chiroyligina bo'lsa bo'ldi. Ichi, usti emas. Ichi. Men chunki ko'pincha yer tagiga shunaqa qilib uy quraman. Do'stlar, sizlarga qanday uy qurish yoqadi? Men shuni bilgim kelyapti. Har doimgidek men oldingi qiladigan uyim yerning tagiga yoki g'or topsam, o'sha g'orning ichiga quraman. Mana bu yerda mollar va qo'ylar bor. Men yasab olay. Bitta bersak va yetadi shuncha. Menga yetib qolsa kerak. Kirka ham kerak. Bo'ldi. Verstakka olamiz. Bu yoqqa qo'y. Sen chopaman birinchi. Meni nima aybim bor, brat, deyapti-yu. Men ham aytmabman-da. Sen aybing tug'ilganing deb. Negadir mana shu Minecraftda ko'pincha tovuqlar spawn bo'ladi. Tovuqlar va chiqolmayman. Chiqolmayman mana shu ishoninglar. Boya aytganimdek, men botman. Lekin men boya botman demadim-ku. Do'stlar, menga hozir ovqat kerak. Ovqat uchun pechka kerak. Pechka uchun nima kerak? Bilmadim unisini. Pechka uchun tosh kerak-da. Hozir pechka yasaymiz. Shunaqa odatim bor. Qolayotganda tepaga chiqib turishim kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi. Hozir tosh ko'laymiz va iloji boricha ko'proq tosh ko'laymiz. Yerga qarab ko'lab ketaveraylikchi. Balkim pashala kerak. Taxta kerak emas. Hozir ovqat pishirib olmasam bo'lmaydi. Uzr do'stlar, aksir vardim. Ovqat. Nyam. Ovqat. Mana. To'ydirib qo'yadi mana shu. Bitta yog'och qo'yasam yetadi. Ikkita ekan. Bo'ldi do'stlar. Men qilmayman. Biz bu yerdan surmaymiz. Bunday narsa yasayman desa. Hozir biz iloji boricha nima topishimiz kerak? U anta qo'y spawn bo'ldi. Ketdi. Bitta emas, ikkita. Bu yaxshi. Kravat yasab oladigan bo'ldim. Do'stlar, kravatga chuqur uxlashimizga kerak. To'g'ri uxlashim kerak. Bo'ldi ana. Mana shu yer bo'lmaydi-da uy qurishga.
joy tanlash kerak. Uni tog'lar tarafga borang. Ketdi. Papparam. Yo'l yuraman, yo'l yursam ham mol yuraman. Manzilimga yeta olmayman. Yo'l yuraman. Manzilimga yeta olmayman. Har kim o'z manziliga yetib boradi. Yetolmayman. Manzilimga yetolmayman. Ovozlar. Hozir shamollab qo'yganman. Ovozimga e'tibor bermaysizlar. Atak ovozim ishkalat bor-ku. Eshitsanglar, ishkalat. Shunaqa mazza vorasizlar. Yana qo'shiq ayting, qo'shiqchi bo'ling deyorasizlar. Ishoninglar. Shamollab qo'yganman-da. Bo'g'ilib qolgan ovozim. To'xtanglar, mana men bittan tashlasak. Mana mashqdan quramiz uyni. Bu teshik bo'ladi. Ko'miron topish kerak. Aytgancha hali 10 daqiqa bo'lmoqda. Shuning uchun hozir 10 daqiqa ichida Minecraftda kechqurun bo'ladi, bilasizlar. Hammangiz. Men bugungi maqsadim prosta uy qurish, yaxshigina, shinamgina. Sindiramiz. Yana bitta samolyotni. Mashincha. Hamma bu ikkalasini ham olaman. Chunki hozirda kerak emas. Bizga eng kerakli narsa bu taxta-ku. Men taxta olmabman. Nima bo'lsa bo'ldi, sakrang. Ay! O'lay dedim. Mol, jim o'tir. Hozir mol qilaman. Aytgancha Qurbon hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Hammangizni kelayotgan Qurbon hayit. Bugun sananchi 26. Meni 3 kun oldin tug'ilgan kunim bo'ldi, jigarlar. Yo'q, bugun 25. 2 kun oldin tug'ilgan kunim bo'ldi. Tug'ilgan kunimga 500 ta qilib bermadilar. Oyim YouTube kanalini o'chirib tashlaysan dedilar. Zo'rg'a olib qoldim. Hazillashdim, demanlar. Parkur bilan chiqadi mana unga mashqga qo'yib turaman hozircha pechkani. Yoqishga mashq. Yoqamiz buni. Bu yoqilib tursin-da. Verstak mana. Eng muhim narsa bu yerda verstak hozir. Bitta kravat. Shinamgina bo'lsin-da. Hozir eshikam yasolay. Mana eshik. Mana. Hop. Shinamgina bo'lishga bo'ldi. Jigarlar hozir normalniy kirkayski. Ikkita sog'maydi. Sal kattaroq qilaman. 4 blok qilsam ham tepaga 4 blok qilmayman. Chunki juda ham baland bo'lib ketadi.
ham odamga unchalik chiroyli ko'rinmaydi. Mana bu yerni buzish kerak. Vau, tabiatni qara. Mazzada. Tabiatni ko'rayotgan deylar. Sir ko'rinadigan joy topildi. Bo'ldi ana. Emas kerak ana. Tarafga ham bitta kola varaqalaya. Yo'q, ikkita kola ekanmi? Demak, 6 ga 6 bo'larkan do'stlar, jigarlar. Yo'q. Bo'ldi, yetadi. 5 ga 5 bo'ldi. Hozir biz qurib chiqamiz. Qurib chiqaman. 1, 2, 3. Bum! Mana bo'ldik. To'g'rirog'i bo'ldim. Bu yerda pechka turadi, bu yerda ham. Bu yerda shunday nima deydi? Son toshlar, bu yerda esa ovqat. Hozir tosh yoqib turibman, chunki uyim yorug'roq bo'lsin deb. Mana ko'rsatayda boshidan. Mana shunday taqillatadi. To'xtab. Kimdir bormi? Bor. To'xtab turinglar deydi. Egasi keyin bunday ochadi. Kiradi. Uyda svet yo'q bo'ladi. Mana svet bor. Bunisiga ham qo'yaveray. Ana ushlan bilan keldi. Mehmonga zombi keldi. Keyin kiradi. Shunday kirganda mashit ko'radi, mashit yotog'i bo'ladi, uxlaydi, issiqqina bo'ladi. Pechka issiq qilib turadi buni. Ikki qush qo'yaverasan, o'shasan. Bo'ldi. Kiradi, ish qilib ko'radi, suradi. Shu bilan videomiz tugadi jigarlar. Keyingi safar ikkinchi qismida yaxshiroq survive qilishga harakat qilaman. Keyingi safar temirli narsalar bilan survive qilamiz. Hozir toshli bo'lsa, keyingi safar temirli bo'ladi. Kanalimga obuna bo'ling. Bu videoga like bosmagan tok teskarisi bo'lsin. Amin. Keyin o'zbegimni xo'p degani qo'yanni o'zinglar aytasizlar. Xayr. Короче, xayr.